Bugungi uchrashuvni nechta pulga baholagan bo'lardingiz? Bebaho men uchun. Bebaho, zo'r. Umrimdagi eng chiroyli, unutilmas lahzalar deb o'ylayman men bu kunimni. Bugun tadbirga qanaqa kutuvlar bilan keldingiz? Siz uchun eng unutilmas lahza qaysi bo'ldi? Men uchun eng unutilmas lahza bu o'zimdagi bo'lgan natijani aytib, ayollari o'zidagi xiyonatdan keyingi hayot borligini tasavvur qilib, mendan qanaqadir o'ziga natija olish uchun va ustozni diydorini ko'rish, mana shudagi qanaqadir o'zimga energiya olib ketish bo'ldi. Keyingi tadbirga kelmoqchi bo'lganligi nima degan bo'lardingiz? Albatta kelsin. Ayol kishi mana shunaqa bilimlari olishga haqli, hayotini o'zgartirishga, baxtiyor ayolga aylanishga haqli deb o'ylayman. Men bunaqa hali tadbirlarda ishtirok etmagan edim. Birinchisi va eng zo'ri shu deb o'ylayman. Bugungi tadbirdan keyin hayotingizni nimadir o'zgartirish istagi paydo bo'ldimi yana? Albatta, birinchi istagim qizlarimga o'sha kitobdagi borgi ilmlari, ustozdan olgan ilmlarimni o'rgatib, ular ham albatta kelajakda men kabi baxtiyor ayol bo'lib yashashiga o'rgatish. Rahmat. Rahmat.